E'tiboringiz markazida yangilangan PXB issiq pol trubalari. Ko'rishingiz mumkin, korobka sifati oshgan va albatta dizayn ustida ham alohida ishlangan. Undan tashqari QR kod foydalanuvchilar uchun buni skaner qilish orqali siz issiq poldan foydalanish bo'yicha qo'llanmaga ega bo'lasiz. Yana bir yangilikni e'lon qilishga tayyormiz. Demak, endilikda teplый pol trubalari qizil rangda emas, balki shu kabi oq rangda. Issiq pol quvurlarini ochganingizda va uchini kesganingizda bosim ovozi chiqishi kerak. Agar ovoz chiqmaydigan bo'lsa, albatta uni olgan joyingizga qaytarib berishingiz kerak bo'ladi. PXB shiti polietilendan qilingan quvurlarning afzalligi shundaki, agar o'rnatish jarayonida burilishlarda bukkaningizda quvur sinib qolsa, uni qizdirib, yana qayta o'zining holatiga keltirishingiz mumkin. Agar yangiligimiz sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, do'stlaringizga jo'natib qo'ying.